Qoch. Voy, sekin. Qishlog'im, sizlar muhim xabar. Ertalab qishlog'imizga shaxsan hokim buvani o'zlari kelyaptilar. Birontang uxlamaysan. Ertalabgacha mahallani hamma joyini asfalt qilamiz, obod qilib, ko'kulkacha qilmaymizmi? Xo'p. Jenskiy sovet o'zingiz nazorat qilasiz, tushundingizmi? Xo'p bo'ladi, raisim. Bir kishi hamma uchun, hammamiz hokim buva uchun. Qani, qarsak. Aytma, Ha, hokim kelsa mazza bo'lar ekanda. nimaga? Mahallamiz obod bo'ladi, qishlog'imiz asfalt bo'ladi. Meningni eri bo'ladi. Qil yo'qolay taytu. Nima rais chaqirtasan? Hammaga ishga davay. Davay, hamma tarqal. Tez. Hokim buva kelguncha qilaylik ko'kulkacha. Futbolimizning rivoji uchun Afrikadan futbolistning iti keldi. Assalomu alaykum O'zbekiston. Men sizlarni futbolingizni rivojlantirish uchun shu qo'ltig'imdan kelgan hamma ish qo'limdan kelgan hamma ish qilaman. Mehmonlarga qo'yni so'yinglar, qani. Qo'y tayyor Jabbor aka. Yo, meni oyog'im tagiga qo'y so'yapsizmi? Ha, bizda mehmonni oyog'ini tagiga qo'y so'yadi. Kechga yeymiz 4 kishi. 4 kishi bitta qo'yni yeyishlarmi? Og'zinglarga berganicha yeyishlar ekanda. Siqqanicha. Ha, siqqanicha. Biz bitta qo'yni bitta qabila 1 yil yeymiz. Ko'zi borda ko'ziga qaytib borsin o'ziga. Hazardonda tashqi pesh. Xola nima qilyapsiz? Men nasha chekmayman. Bu kostyumasinga islara. Seni isming nima? Nigola Konte. Voy, o'zimiz Nigoraga o'xshar ekanmi? Aytgincha Ekuzgu, dunyodagi eng chiroyli qiz kim? Dunyodagi eng go'zal va eng chiroyli qiz sensan, faqat sen. Ibi, uylay. Ana Instagramdagi chiroyli qizchalarizchi? Ular barchasi effekt. Ular montaj qilib yuzlarini to'g'rilab qo'yishadi. Sen tabiiy chiroylisan. Shunchalik ham chiroyli bo'lamanmi? Chiroyiga ehtiyot qil, ko'z tegmasin. Ray sota qizi. Bir soatda dadang chaqiryapti. Nima qo'tirsanlar, ha? Ko'zga ko'z o'ynaysan, menga detski banayotganlar. Vat! Uzr oyijon. Ming bor uzr. Ey ko'zga to'xta. Dunyoda eng chiroyli kim? Siz chiroyli oyijon, faqat siz. Xudoga shukr. Kelinimdan chiroyli